Assalomu alaykum, kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan kvartiramiz Urdu universitetining yonidagi domimizda bo'ladi. Azizlar, 4-qavatda. Lifti dom. Bir xonada 44 kvadrat metr bo'lgan korobka holatdagi kvartiramiz bilan tanishib o'tamiz. Mesta polajniyasi ham yaxshi. Suv, svet, gazlardan umuman muammosi yo'q. Transportdan muammo yo'q. Azizlar, hamma transport turibdi. Salar hakkında Daytal Urdu universiteti hem dik yo'lning ustidagi domimizda. Dokumenti 100% tayyor. Sho'chiklar ham bor. Hurmatli vatandoshlar, bu yonimizga kelsanglar Goroskoy больница. Shu domimizda, hurmatli vatandoshlar, qiziqqanlar bo'lsa meni telefon qilaverasizlar, kelib ustida savdolashib, kelishib olaverasizlar. Dokumenti 100% tayyor. Azizlar, главный dokument azizlar kelib, ko'rib, tekshirib olishlaringiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani yetib kelsak, kvartiramiz bilan tanishib o'tamiz. Kvartiramizga yetib keldik. 4-qavatda joylashgan ekan, liftli domda. Urdu universitetine yakın yerde joylashgan. Azizlar, mesta polajniyasi ham yaxshi. 4-etaj lift bor. Suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Yine girish ishlari ham damir ishlardan 44 kvadrat metrlik korobka holatdagi bir xonali kvartira. Hurmatli vatandoshlar, girgandan beri o'zi prigodga bo'lgan ekan, o'zlari yashayman deb shu prigodga olib tashlaganlar. Endi oshxona qilaman deb mo'ljallagan ekanlar. Xohlasangiz bu yerda bir hojatxona qilib berib, bu yerda yumushxona qilib qo'yaverasizlar. Azizlar, отдельно qilingan o'zi bir prigodga qilib berasizlar ekan. Bu yanimizda asosiy xonasi, bu yoqda oshxonasi, yumushxonasi joylashgan. Bir chetdan yurjatib boraveramiz. Hurmatli vatandoshlar, bu yerimiz ham kichkina emas, keng tushgan, suvoqdan chiqib turibdi. 3 yerda oyna tushgan azizlar. Katta oynalardan yorug'lik yaxshi bo'lish uchun 3 yerda tashlaganlar. Oyoq teglari teshga bo'lgan. Общий 44 kvadrat metr dik yo'lning ustida lift bor. Dokumentdan muammosi yo'q. Sho'chiklar ham bor. Hurmatli vatandoshlar, bu yerimizga yumushxonasi bo'ladi. Yumushxonamiz ham suvoqdan chiqqan. Bu yonimiz oshxona qismi. Главный dokument chiqqanizlar shu Urduning yonidan kvartira qilib yurgan vatandoshlarimiz uchun zo'r variant. Yo'lning bo'yinda joylashgan. Bu yerimiz ham eng katta. Bu yerda gaz sho'chiklari ham qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, gaz sho'chkalariga ham pishgan kavushlar solingan domimiz. Bu yonimizda balkonidan ega balastinalar ham o'rnatilgan. Azizlar, Urdu universitetining yonida. Oshxonamiz ham 3.5 razmerda tushgan. Katta tushgan, kichkina emas. Bemalol kuxinni mebellar ham sig'adi. Kichkina bir ustak qo'yib bersangizlar ham bo'laveradi azizlar. Hurmatli vatandoshlar, narxi 23 ming dollar aytilib turibdi. Azizlar, o'zlari 1 yil burun shu baho olgan ekanlar. Bizlar bo'lgan sababli sotib chiqardilar. O'zlari ham joyini o'zi yatirar ekanlar. Xonadon egasi. Urduning yonida 4-qavatda liftli domda 44 kvadrat metrli kvartira azizlar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilasizlar. Dokumenti 100% tayyor. Kelasizlar, ko'rib, to'g'ri oformga qilib tashlayverasizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlar qolamiz.